Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz hamyurtlar, O'zgan hamshaharlari. Bugun 29-noyabr O'zgan shahrida yuragimizni lag'zaga solgan bir og'ir holatni xabarini topib kelib turgan joyimiz. Kecha 28-noyabr juma kuni juma namozidan keyin taqriban soat 3lar atrofida Yangi hayot mahallasida Muhammadjon akamizni va yana qo'shnilarning xonadonlari yong'in talofati kelgan. Va shu yong'in talofati oqibatida bitta uy to'lig'i bilan yaroqsiz holatga kelgan. Bitta xonadonda ozgina navestasi kuygan. Biz el uchun jamoasiga murojaat kelib tushganligi sababidan bu ishlarga befarq bo'lmaganligimiz va bunaqa ishlardan bir qanchalariga bosh bo'lganligimiz sababidan bu yerga kelib turibmiz. Inshaalloh hozir holatdan, bo'lgan ishlardan xabar topib sizlar bilan tanishib chiqamiz inshaalloh. Mahalla ellikboshisi shu yerda kattalarimizdan Rofiqjon hoji akamizni bir holatdan xabar topib shu yerdaligini ko'rdikda, hoji aka, holat qanday bo'ldi, qanday yuz berdi, hozirgi holat qanaqa, qisqa ma'lumot berib qo'ysangiz. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli hamshaharlar. Yangi hayot mahallasida kecha jumadan keyin shunday talofat bo'ldi. Yong'in chiqib Muhammadjon akamizni uyi yonib ketdi. Hech narsasi qolmadi. Shunga o'zingizlar ko'rib turibsizlar, mana qish kirib kelyapti. Ertaga 1-dekabr sovuq bo'lib kelyapti. Shuning uchun mana o'zimizni kollektiv 50-yoshlar, mana mahalla ko'ylar hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib shu ukamizga ko'mak bersak, yordam bersak, shu qorga qolmay uylarini butkizib olib kirib qo'ysak degan umidda sizlarga murojaat qilyapmiz. Shunga befarq bo'lmaylik o'rtoqlar. Shunga har bir odam o'zining hissasini qo'shib yordam bersa, Xudo xolasa bitib ketadi. Bungacha ham mana mahallamizda mana shu bolalar biz el uchun bolalari bitta uyimizni butkizib bergan. Hamma biladi buni. Buni ham butkizib yuboramiz Xudo xolasa. Inshaalloh. O'zi asli qiyinchilik, musibat va og'ir kunlarda bir-biriga qo'l cho'zgan, suyangan xalq va yurt farzandlarimiz inshaalloh ayniqsa O'zgan shahri bunaqa og'ir holatlarda bir-birlarini tashlab qo'ymaydi. Siz aytmoqchi qish fasli. Hozir bizni ko'rib turganlar bergan 1 so'mi, 10 so'mi, 100 so'mi bitta xonadonni uyini tiklanishiga, bir farzandni ustiga kiyim-kechagiga mana ko'rib turibsiz, hozir kelib tamoman hech narsasi qolmagan, kuyib, kul bo'lgan. Endi Allohning sinovi. Inshaalloh bunda ham bir hikmat bor. E'tibor berib qarab, bu ishlarda boshqosh bo'lib turganlar, yana e'lonlar va shu videolarni ham tarqatishligiga o'zingizlar hissinglar qo'shasizlar. Hozir qolgan mahalla aktivlaridan va oqsoqollardan ham so'z olib, sizlarga batafsil shu uy haqida, shu xonadon haqida ma'lumot berib ketamiz inshaalloh. Shu yong'indan keyin shu yerda boshqosh bo'lib, mahalla ko'ydi kattalarini birlashtirib, shu yerda xizmat qilib yurgan ham mahallamizni oqsoqoli, shu yerdagi mahallaning oqsoqoli Muhammad Amin hoji akamizdan ham ozgina ma'lumot olsak, hoji aka. Assalomu alaykum birodarlar. Yeri yurt, mahalla ko'y mana Xudo xolasa endi buni Allohdan ham kelgan nima? Albatta. Endi shunchalik bo'libdi, endi shunga harakat qilib mana biz el uchun mana yigitlarimiz shuncha yildan beri Alloh taolo bularning umriga, rizqiga Alloh baraka bersin, topgani yaxshilik kunlarga bersin. Shuncha elga xizmat qilib kelyapti. Alloh ajrlarini Alloh taolo o'zi bersin. Mana Xudo xolasa mana shu mashlar qo'sh bo'lib Alloh taolo bularga ozgina xizmatlar bor, mana endi xizmat qilamiz deb keldi. Alloh rahmat bularga shunchalik kelgan. Xudo xolasa bularga yana biz ham qarab o'tirmaymiz. Mahalla ko'y va el yurt mana Xudo xolasa biz ham qo'ldan kelgancha yordam qilamiz Inshaalloh. Bunaqa ishlarda masalan o'zingizlarning mahallalarda bir marotaba ko'rdik. Bu xalq, O'zgan xalq ayniqsa inshaalloh bugundanoq shu videolar chiqarsak, Xudo xolasa. hozirgi kunda shunaqa video murojaatlar albatta Allohning izni va sababini qilib yordam beryapti. Yana shu video murojaatlarni qayta chiqara olamiz. Shu yerda sizlar boshqosh bo'lib tursanglar, M-bank raqamlarini ham shu xonadonning egalarini qo'yamiz hoji aka. Bitta, ikkita, 3ta xonadonning egalarini qo'yib, shunga tushgan pullarni o'zingizlar kontrol qilib, qarab, kami ko'sini bitirishga harakat qilamiz. Inshaalloh qish yaqin, o'zi qishda turibmiz. Tezlik bilan bitirib yuborishga harakat qilamiz inshaalloh. Videoni ko'rib turganlar inshaalloh befarq bo'lmaysizlar degan umiddamiz. 1 so'mmi, 10 so'mmi, 100 so'mmi yordam bering. Agar shunga qodir va qurbingiz yetmas ekan, shu videoda eng yaqin
gruppalaringizga, jo'ralaringizga, mahallangizga, qarindoshlaringizga tarqating. Shoyat yaxshilikka dalolat qiluvchini yaxshilik qilgan bilan barobar savobini oladi deganlar. Inshaalloh xonadonni ko'ramiz. Birodarlar, bu ishlar yolg'izlik bilan yoki yakkalik bilan, bitta mahalla bilan bitadigan ishlar emas. Bunaqa ishlarni ko'pini ko'rdik. Xalq, el-yurt, O'zgan shahri aholisi, nafaqat bu O'zgan shahri ichida yashab istiqomat qilganlar, balki musofirda yurganlar ham befarq qolmaysizlar degan umiddamiz inshaalloh.